Salim chempion. Bugun da rekordga to'g'ri dayapsizlar. Jaraysin. Sportlik sabab emas u. Minezda shunday. Rastan. Jaraysin. Bo'lajak olimpiada jurnalistimmi? Jaraysin. Alim chempion bo'lasizmi? Jaraysin. Salim chempion bo'lasizmi? Jaraysin. Yaxshi. Avvallar Salim desdi. Endi bolalar. Barimiz bir qarab keling. Mana shu medallar qanday olamiz? Medallar qanday olamiz? Aha. To'p, nima deyman? Aha. Medallar qanday olamiz? Biz hozir geçmişler olamiz. Deni sağlık, can sağlık. Bugünkü 19. sabah qiziqdi o'yinda. Jalpi qarorni rani var. Qani barimiz birga aytib ko'raylik. Deni sağlıkdan yerdalar, bugungi sababdan belgilaymiz. Qisqa sport turlarini tanishamiz. Sport alanidagi turli dibislarni ajratamiz. Mansur Sametov sport bizning do'stimizdan o'rganamiz. Tushunib oling. Yaxshi. Avval fasl bo'yicha so'nggi spiker bo'ladi. Bugun mana topning spikeri Ibrohim. Al, so'nggi fasl. Bala suda. Ya, suda? Qayiqpin жүзу. Aha, sudaga qayiqpin жүзу жарысы. Qanday o'yinadi? Varakatib, to'p. Futbol, молодец. Mana qayta qo'y. Qanday o'yin? Boks deydi. Mana qanday? Qizlar ko'rinsa qizlarga satqanday? Nima? Gimnastika. Ne ko'rdim, biatlon degan o'yin. Ular qisqa qo'yib tanishib o'tiraylik. Kelasi. Men nima deyman? No biatlon. Kelasi Manila Sirg'anovalar. Kim ekan bilasizmi? Denis deb bizning o'sha Qozog'istonning mıqta oltin medal qo'llab misol bergan mıqta chempion bolalar. Bu Denislarning arnayı kelasi sababda tanishamiz deb, abrak menno qanday sport turi ekan? Men dedi. Bala televizorda ko'rishdimi negizda sportlarni? Ha. Almasizlar bilan Shanda o'zarsi bizning bekatda maqta judaganlar bor. Shanda jana o'rlar olgan bolalar. Yaxshi qatnashgan bolalarga bir medallar berib qo'ying. Bu yaxshi. Nima bo'lmasdi? Yaxshi o'tirgan. Turishni o'ylaymiz. Ne o'tdi? Qani dushman bilan ne o'tdi? Chempionlar. Ya, nechta chempionlar dushaysiz? Ya, nega men bayramlayman dedi. Ne tu'badilar? Ya, jinski nesi ekan? Yani baba qanday chetga yurishida bizning Qozog'istonliklar jeysi, chetda biz nemiz o'ynaydi ekan. To'g'rimiz ko'tarilib, andiranimiz, bugun aylantinda ekan. O andiranda turda to'pga ko'tarilgan kim ekan? Sportsmen ekan, ya, sportsmen ekan. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Masalan, Manila Sirg'anovalar. Ular muzika misol bo'lmasa video yani Nazaritda muzikaning baylanasimi? Muzikaning balanasi ekan. Yani jinskiy jekinde de biz ramzlarimizning biri andiranimiz o'rniga olingan. Yani aslida qanday dunyoni olmasan da o muzikaning balanasi ekan. Al endi kelasi, bolalar kelasi. Yaxshi. Avvallar dana. Davlat shunday, qani qaysi sportni turi ko'zingizda?
Dağıtlar. Şangı. Oldu tağda. Tağda nasıl oldu? Bunlar bir şey nasıl? Ya. Şayvan tıkıldağın isimdir mi? Buna? Ya. Şayvan tıkıldağın burayı. Vallahi bu dağıtlar kısık жаңағы kısık спорттық oyunların dağıtları. Yani tabii dağıt deyince. Tabii. Yani. Kendin sana diyorsun diye. Ayşe öz bir işe öz bir şey oluyor. Ayağımızı. Ama ayağımın zamanı değilsin. Sabah başına koy. Ayağım bir oldu. Sen sabah kayın kubri katısıyor. Aha. Ne minutuma bırak. Ne minutuna bir soruğa cevap verdik. Annem kalamıyorsun. Bu da olacağız. Dersin. Al енді бәрдеріне мына сізге қолдарына сіздерге енді алар мына жерде рефлексия жүргізіп отырады. Қараңдар. Дон отасы түсінбедім. Алма жасыл мына қанотасы. Енді түсіндім. Ой, барлығын түсіндім. Ал енді мына жоғарғы нөмірі енді түсіндім жасыл. Алма жоғарғы сары барлығын түсіндім. Қане өздеріне кері байланыстарында осы сізге рахмет бердім. Ал, қараңыздар. Түсіндім деп. Ага. Анау жоғары жақта түсіндім деп. Жатасқанында деп. Одан бойлап жүріп. Ал, мына жерге тұрайық балалар. Мына жерге тұрайық алайық.
Kankiman жақсы. Ал айта ғой, Құлпаш. Kankiman ба жақсы? Хоккеймен değil mi? Хоккеймен değil. Негізі қыздарда бар хоккей ойнайтын қыздарда тобы бар екен. Келесі арада. Иә. Маған Канкиман. Kanki ben de öyle kankiman bakalım. Sağda. Kankiman bakalım. Жақсы. Жарайды балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма бәріне? Жақсы олай болса келесі сабақта не істейміз? Осы әнді. Келесі жолы